O'zbekistonliklar Amerikaga $3500 mavsumiy ishga jalb qilinadi. Bu haqida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi xabar berdi. Endi O'zbekiston fuqarolari AQShda mavsumiy ishlarga jalb qilinadi. Bu bo'yicha Migratsiya agentligi hamda AQShning USA Farm Labor tashkiloti o'rtasida kelishuv imzolandi. Rasmiylar o'rtasida bo'lib o'tgan onlayn muloqot davomida ish muddati 9-10 oy, o'rtacha maosh esa $3500 ekani aytilgan. Qayd etilishicha, mazkur tashkilot 22 yildan buyon H2A viza dasturi doirasida Qo'shma Shtatlardagi qishloq xo'jaligi sohasidagi mavsumiy ishlarga xorijiy ishchilarni jalb qilish bilan shug'ullanadi. Hozirda Shimoliy Amerika hududida 1400 dan ortiq fermer xo'jaliklari va rancholar bilan hamkorlik shartnomasiga ega. Bo'lib o'tgan uchrashuv yakunida o'zaro kelishuv imzolangach, hamkorlikni keyingi bosqichlarini eng tez muddatlarda amalga oshirish kelishib olingan. Ma'lumot uchun, AQSh hukumati joriy yil boshida qishloq xo'jaligi ishchilari uchun mo'ljallangan H2A vizasi tizimini soddalashtirish va fermerlar uchun xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan bir qator o'zgarishlarni e'lon qildi.